Mashinani ko'rgan odam Range Rover Defender'ga o'xshatib yuboradi, lekin bu avtomobilimiz esa G-Tower Travel Plus avtomobili bo'ladi. Ushbu avtomobilimiz G-Tower T2 dan farqi uzunligida, hajmida farqi bo'ladi, и motor ot kuchida farqi bo'ladi. Bu avtomobilimizda 254 ot kuchi bo'ladi. Также avtomobilimiz полный привод hamda uzunligida farqi bu avtomobilimizga 3-rad qo'shilganligini hisobiga. Также G-Tower T2 da bilsanglar 2 qator bo'ladi. Общий 5 o'rindiqli hisoblanadi. Bunda дополнительный orqaga yana 2 o'rindiq qo'shilgan. Xohlasanglar buni bagaj hisobida foydalansanglar bo'ladi. Xohlasanglar sidyenlarni ko'tarib qo'ysanglar, bemalol ikkita odam yana sig'adigan katta joyi bo'ladi. Avtomobilimizda panorama tom lyuk bilan jihozlangan. Также avtomobilimiz полный привод. Oltlari abdufabakriflar bilan jihozlangan. Informatsionniy tablo, katta monitor, Face ID, o'zini mana bu rejim переключениялari bor. Xohlasanglar горный rejim, снежный rejim, городской xohlaganlaringga o'tkazib bemalol yursanglar bo'ladi. Xo'p, avtomobilimizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 40 ming dollar. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Avtomobilimizning naqd avtokredit hamda перечислениyaga ham olsa bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kimga bunaqa mashina kerak bo'lsa, offroadga ham bemalol yuradigan mashina.